AQSh chet ellik sayyohlardan kirishdan oldin 5 yillik ijtimoiy tarmoqlar tarixini so'rashi mumkin. AQSh rasmiylari tomonidan e'lon qilingan yangi taklifga ko'ra, Buyuk Britaniya hamda yana o'nlab mamlakatlardan kelayotgan sayyohlardan AQShga kirish sharti sifatida 5 yillik ijtimoiy tarmoqlar tarixini taqdim etish so'ralishi mumkin. Yangi talab vizasiz 90 kun davomida AQShga tashrif buyurishga ruxsat beriladigan va elektron sayohat ruxsatnomasi ESTA formasini to'ldirgan o'nlab mamlakat fuqarolariga taalluqli bo'ladi. Yanvar oyida Oq uyga qaytganidan beri prezident Donald Trump milliy xavfsizlikni asosiy sabab sifatida ko'rsatib, AQSh chegaralarini yanada kuchaytirishga harakat qilmoqda. Tahlilchilarning aytishicha, yangi reja bo'lajak mehmonlar uchun qiyinchilik tug'dirishi yoki ularning raqamli huquqlariga zarar yetkazishi mumkin. Sarkozy o'zining qamoqda o'tkazgan 20 kuni haqida qamoqxona kundaliklarini e'lon qildi. 3 haftadan kam vaqt ichida chop etilgan Nikolas Sarkozyning yangi kitobi Mahbus kundaligi sobiq prezidentning Fransiya qamoqxonasining izolyatsiya bo'limida o'zini qanday his qilgani haqida juda ko'p tafsilotlarni ochib beradi. U 12 kvadrat metrlik kamerada saqlangan. Unda karavat, yozuv stoli, muzlatkich, dush va televizor bo'lgan. U toza va yetarlicha yorug' edi, deb yozadi Sarkozy. Agar temir bilan mustahkamlangan eshik va qo'riqchilar ko'ra olishi uchun o'rnatilgan ko'zchasi bo'lmaganda, odam bu joyni arzon mehmonxonaga o'xshatishi mumkin edi. 70 yoshli Sarkozy o'tgan oy Parijdagi La Santé qamoqxonasidan ozod qilingan. U sayrov kampaniyasi uchun noqonuniy moliyalashtirish ftonasida ishtirok etgani uchun berilgan 5 yillik qamoq jazosining 20 kunini o'tagan edi. Mana shu voqea uning 216 sahifalik memuarida bayon qilingan. Unga kuniga 24 soatdan 23 soatini qamoqxona kamerasida o'tkazishi va qamoqxona xodimlaridan boshqa hech kim bilan muloqot qilish taqiqlanganidan so'ng, sobiq prezident havliga kunlik sayr qilish imkoniyatidan voz kechgan. U buni sayr joyiga emas, qafasga o'xshash narsa deb atagan. Siyosiy va sport yangiliklarini biz bilan kuzating.